أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz dostlar, kıymetli muhacirlar, biz bergen sözümüzge asasen bugün Amsterdam, Hollandiya'nın Amsterdam şehrininki Kap Ottersidagi bir meydanga keldik. Merkezi meydanga barsak bu yerde bir kerimiz başka bir faaliyet orunlaştırganlık için biz yendik yan bir meydanga keldik. Keliş sebebimiz bütün dünyaya haykırış, bütün dünyaya kafir Xitay zalim hakimiyetininki bizge kılıvatkan zulmüge dünyanın kap otursuğa kelip zulmünü toxtat, sen bir tecavüzçisen, sen bir işgaliyetçisen, sen bir zalimsen. Allah'ın ayeti boğan Vallahu la yuhibbuz zalimin ayetini bu Amsterdam şehrinin kap oturusida dünyaya haykırış için biz bir yerde canlı yayın kılıvatımız. Hiç kimden izin almadık. Belki bu yanın sakçıları bizge izin vermesi mümkün. Belki izin verişim mümkün bilmeyimiz. Ama Allah'ın özümüzge kefil kılıp bu yerde Amsterdam şehrinin oturusida söz kılıvatımız aziz buraderler. Nima uchun bu yerga kelib zalim Xitoy hakimiyetiga qarshi Allohning so'zi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislari orqali bu yerda ularga o'zimizning Qur'onini tanglaymiz desak, biz klassik da'vat uslubidan qutulib chiqib amaliy harakatimiz orqali, amaliy qadamimiz orqali zalim Xitoy hakimiyetiga qarshi o'zimizningki narazılığımızı bildirimizde bu işkeylem bir yerde hem namayiş karakterde hem vaz tebliğ karakterde kıyırındaşlarına sözlavatımız. Yamğu katkı yığıvatıda telefon yamğunun sırtıda biraz bu şekilde tutsa. Telefon bozulup kalsa işkilen ölçek geçişi mümkün. Bayrak ne güzel kötesler. Yani bugün bu yakili sebebimiz bizim Şarkı Türkistan'da tünügünden beri boğan bir trajediyini tor dünyası denmeyle körep duruvatısına kırındaşlar. Yani Şarkı Türkistan'ın Atış şehrinin məlum bir bölgesi de bizdeki Uygur Müslüman bir kızımızga bir Xitay tecavüzcü zalim bir xalq katardı sanalgan ama tecavüzcü bulup bizim zımınımızga besip girgen Xitay'dan birisi Alemende bununla tehdit sağan bizim Uygur Müslüman kızımızga. Ama bu kızımız bunun karşılık bildirgen, yak degen ama bu Xitay kandak yığan bu yerde bu ailemizge tehdit silip Xitay sakçılarına başlap gelip bu aileni turmuq soltup etken. Soltup etkendikin bizden kızımız öz aileni kutkuzuş için bununki tegiş teklifini kabul kıygan. Ama bu aileni Xitayla zalim hakimiyet koyup vermegen. Bu haber bizge anlangandan keyin bununla çıkıp biz dünyanın kap oturusida, Hollandiya'nın kap oturusida, Amsterdam şehrinin kap oturusida özümüzün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degen men ra'a minkum munkeren felyughayyir bilisani biyadi ve illem yestati' fe bilisani ve illem yestati' fe bi kalbi zalika daiful iman degan hadisiga asasen bir yama ishni ko'rsanglar onunla qo'linglar bilan to'singlar. Qo'linglar bilan to'sashga kuch qudratinglar yetmasa sizlar tilinglar bilan to'sanglar. Tilinglar bilan kuch qudratinglar yetmasa qalbinglardan nafrat bildiringlar. Mana bu imanın en zayıf bo'lgan bir iman dedi. Kafirlar, zalim Xitoylar bizni
qo'li bilan to'sashga majbur qilyotdi. Bizga qarshi chiqqin deyotdi, bizga jihodiy harakatni boshlagin deyotdi. Bizga qarshi qurol ishlatgin deyotdi. Biz imkoniyatimizni yetmaganlik uchun, balkim yetsimi tayyorlik oldida bo'lganligimiz uchun biz bugun tilimiz orqali bu yerda o'zimizning qarshiligimizni bildiramiz deb sha'ni qab o'tirsak kelib, Xitoyga qarshi hayqiryapmiz. Ey zolim, zulmingni to'xtat deb bu yerda ularga qarshi to'layapmiz. Faqat qo'limizdan kelgani hozircha bu shaklda qarindoshlar. Shiraning ustida o'tirib Allohning oyatini o'qib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisini o'qib da'vat ilib borgan bo'lsaqmi bo'ladi, ammo Rasululloh alayhisolatu vasallam Okaz bozorida Makka mushriklariga, Makka insonlariga chaqiriq qilib, ey insonlar kelinglar, men sizlarga bir narsa deyman deganga o'xshash, bizmi bugun bu bozorning qab o'tirsiga kelib insonlarni haqqi chaqiryapmiz. Bizning Uyg'ur hamshahrilarimizni Xitoyga qarshi turishga, Xitoy zolimlariga qarshi turishga, shu bizning qizlarimizga tajovuz qilmoqchi bo'lgan, hatto bizning qizlarimizni majburiy ilib bo'lgan Xitoy zolimlariga qarshi turish uchun mana bu Okaz bozorining kopiyasi bo'lgan kafirlarning diyoridagi bir bozorga kelib bu yerda hayqiryapmiz qarindoshlar. Yenimdagi do'stim Abdug'ani Sabitmi ham bugun bu namoyishga qatnashish uchun, Xitoyga qarshi o'zining noroziligini bildirish uchun bu yerga keldi. So'zningki eng negizlik tarafi bugun bizning bu yerda 2 kishilik bir namoyishimiz va butun Uyg'ur xalqiga beradigan va'z tablig'imiz. Xitoy bugun bizning bir qizimizni majburlab og'idek darajada, hatto qizni abolab oilalarimizni turmaga og'idek darajadagi bir zulmga yetdi. Bularga qarshi chiqishimiz farz ayin oltiga yetdi. Tarixda Abdug'ani qarindishimiz degan obdan biladi. Tarixda Nuzgumdan iborat bizning bir mujohidamiz bo'lgan. Tarixda Xitoylar va Mo'ng'ullar va Qalmoqlar, Manjular ayni zamonda bizningki Xitoylar bizningki ziminimizni besib kelgandimi, shundaq ishlar yuz bergan. Bizning Nuzgum qizimiz ularga qarshi men bularga xotin bo'lmayman. Men bularning zulmiga men ma'qul demayman. Men bir mujohidman, men bir Uyg'ur musulmonman deb bularga qarshi chiqib o'ziningki shu majburiy xotinlik berilgan shu erini o'ltirib bu yerda jiddiy bir qo'zg'alon boshlatgan, jiddiy bir jihodiy harakat boshlatgan ayni zamonda tariximizda 1805-yil tug'ilgan bizning Nuzgum qizimiz. Bugungi davrda ham bu tarix qaytalinyapti. Biz Xitoyga qarshi xalqimiz zaif bo'lganligi uchun, qo'lidan bir ish kelmaganligi uchun, Xitoylarningki tajovuzga qarshi biz zaif kelib qolganligimiz uchun biz Sharq Turkiston ziminimizda Xitoylarga qarshi umumyuzlik bir jihodiy harakat boshlayolmayapmiz. Ammo dunyo bu shaklda sukut qilsa, ammo Xitoylar bizni qo'limiz qurol elishga bunday shaklda majbur qilsa, ey Uyg'ur uyg'on, agar sen qo'ldan qurol olmasang biz seni yevitimiz, biz seni tugutimiz, sening qizlaringni xotinlik qilamiz, sening ayollaringni dafsanda qilamiz deb qolsa, biz majburan mayli dunyoning qaysi tarafida bo'lsin Xitoyga qarshi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning degan hadisiga asosan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, qo'linglar bilan uning qarshi chiqinglar deganlikka asosan biz ittifoqdoshlarimiz, ittifoqdosh davlatlar bilan birlashib turib, qo'limizga qurol olib Xitoy zolim hokimiyatiga qarshi o'zimizning mujodilamizni tag'in yuqori ko'taramiz qarindoshlar. Men hozir so'zimni Abdug'ani qarindishimizga beraman. Abdug'ani qarindishimizning bugun Xitoy zolimlarininki bu bizning bir qizimizga elib borgan tajovuzchilik harakatiga qarshi ko'ngil so'zlarini anglab boqamiz. Assalomu alaykum ekrandagi aziz qarindoshlar. Haqiqatan bizningki Sharq Turkiston musulmonlarimizning tarixida Nozigum va shunlarga o'xshash Rizvongul kabi bizda o'zininki izzatini, axloqini, g'ururni tajovuzchi Manching va Gomindan xonliqidan yoki Gomindan banditlardan qo'g'dash uchun o'zininki jonlari bilan fidokorlik ko'rsatgan va o'zining izzatini saqlab qolish uchun hayotni o'lim bilan shahidlikdan oxirlashtirgan onalarimiz noyatijiq.
ve şundan birge biz 2008 yıldaki şu olimpik Xitay tajavuzlarındaki Şarkı Türkistan Müslümanlarga kıvatkan zulümüge yani olimpik arapsıda olimpik arapsıda şu devirde mesela bu haçam gibi küçük kızlarımızdaki tajavuzlarga özünün canları bilen fidakarlık gösterken bizden hemşerilerimiz abba bizden hemşerilerimiz ba mening iliqi bir yerda asosiy demoqchi bo'lgan so'zim shuki ayni davrdagi Manchun Xitoylar bo'lsin va Gomindan Xitoylar bo'lsin, buningdagi kommunistlar bo'lsin va buningdan boshqa keladigan millatchi Xitoylar kim bo'lsin qat'iy nazar Uyg'ur xalqini dushman deb qarag'liq va Uyg'ur xalqini Sharq Turkiston tuprog'idan taltukuz siqib chiqarish va yo'q qilishni iroda qildik, nishon maqsad qilganlik. Haqiqatan bizningki Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimiz bugun dunyodagi Somalida, Nigeriyada yoki bo'lmaydi masalan bir qancha vaqt ilgari kelmasa Indoneziyada bugungi Arakan Rohingya musulmonlari va Afg'oniston, Falastinda va Iroqdagi Abu G'arib turmusida ana shundoq Zeynab va hokazo nurg'un qarindoshlarimiz, bizning dindoshlarimiz boshqa bir ya'ni g'arib yoki boshqa askar tarafidan mushundoq ya'ni bosqinchi uchirgan vaqtimizda bizning vatandagi onalarimiz, singillarimiz, ochlarimiz, singillarimiz shular uchun marsa va qo'shiqlarni to'qigan. Ammo bizning xalqimiz, aziz qarindoshlarim 1884 yıldan tortib bugunga qadar 134 yil bizning izzatimiz, bizning axloqimiz, bizning g'ururimiz yana bosqinchi uchrayotdi. Tajovuzga uchrayotdi. Biz izzatla emas, zillat va xorliqda yashayapmiz. Bizningki qizimiz emas, balki bizningki ruhimiz, erkaklarimiz bosqinchi uchrayotdi qarindoshlarim. Sizlar nihoyat yaxshi ko'ryapsizlar aziz qarindoshlarim. Yana bir millati erkak demak evvela o'ziniki onlarga, ochlarga va singlarga ega chiqmoqni iborat mushta bir burch. To'g'ri, biz haqiqatan siz deyishinglar mumkin, sen ayndar vatan nima ish qilgan bo'g'iyting deb. Haqiqatan vatan nihoyat ko'p orzu, armonlarimiz bilan, g'oyalarimiz bilan tuzgan kallamizga chatga chiqqandan keyin nurg'un ishlarni kechikib biz qildik, tushundik. Va shundan birga payg'ambar alayhisolamdagi zolimni oldiga turib haqni so'zla degan bu so'ziga asosan yani ölüp kessak şehit olumuz, tirq qalsak g'ozi olumuz, qo'rqishimiz yo'q. Xuddi Shayxul Islom ibn Taymiya rahimahullahninki yurtimni qo'g'lavassan Allohning yo'lida tafakkur qilma, agar meni zindon suluvassan Allohga zikr aytma, agar o'ltirsang yani men izlagan shahidlik bu degan bu mashhur bir so'ziga asosan mana biz zolim tajovuzchi 30 million kishilik armiyasi va bütün dünya qo'rqayotgan Xitoyga qarshi mana biz erkaklarcha o'zimizning chiroyimizni chiqirib o'tirib mana bu Xitoyga gaqib o'tiribmiz. Yani bu diğerlikimiz özümüzne men anda qıvatım diğerlik emas. Biz özümüzün yüzümüzün yapamay yoki pürkenjege o'rnamay o'tirib, şu tajovuzchi Xitoylarga qarshi xizmat qilayotgan munofiqlar, xoinlar, jasuslar, murtadlar va shunday tajovuzchi Xitoylarga qarshi zulmini to'xtat. Sharqiy Turkiston xalqininki da'vosi haqliq bir da'vo. Sen Sharqiy Turkiston tajovuzchi va sening armiyangga qarshi bizning xalqimizni izvatgan Xitoy xalqi ham tajovuzchi. Shuning uchun biz bu yerda şu Sharqiy Turkiston xalqiga Xitoyning qilayotgan zulmga qarshi o'zimiz fikrimizni qilyapmiz. Va shundan birga Sharqiy Turkiston ichida yaqindan buyon masalan shu a'lari yo'q yoki a'lari turmuq tutib ketgan ochlarimiz va singlarimizning uylariga Xitoyninki saqchilarni va askarlarni akirib qo'yganligi va shunlar otishdagi as qarindishimizningki masalan shu Atishdagi shu qarindishimizningki ishlarini ko'rdik, anladik qarindoshlar. Taxminan bir 50 yil, 60 yil burun masalan Fransiya askarininki Algeriya kelgan vaqtimizda dunyo o'lmari qanday fatvo bichibga peshasini silab boqsin. Peshasini silab boqsin dunyo o'lmalari, Fransiya tajovuzchilari shu Algeriya tajovuz qilgan vaqtimizda qanday fatvo bichibga dunyo o'lmalari. Shunga mening asosliq buni deyishim asos maqsad to'g'ri bu yerga kirayotgan diniy ustozlar va o'lmalar va fatvoni sizlar yaxshi bicha olasizlar. Mening iliqib bu yerda demoqchi bo'lgan gapim vatanchilik qarindoshlarim bo'lgan bo'lsa, aziz qarindoshlarim, Xitoy xalqiga siz gapini anglasangizmi, va'da tutmaydi. Gapini anglamasangizmi ham va'da tutmaydi. Hayotda bir qatim o'lamiz. Biz musulmoncha yo'qilgan hech qanday bir narsa yo'q. Hayot qolsak, albatta Allohning marhamati bilan haq sabit turib, Alloh qadamimizni sabit qilsa, g'ozi bo'lamiz va boshqa qarindoshlar qo'limizga yordam qilamiz. Agar Alloh taolo bizga o'limni iroda qilgan bo'lsa, albatta biz o'lib Allohning jannatiga kirib olamiz inshaalloh.
Şuna qarindaşlarım, tajazlıq taylarniki anı qılma, mani qılma, uruq tuqqanlarımni anda qilib etma, manda qilib qo'yib berma. Hammasi yolg'on gap, hammasi usruq gap aziz qarindaşlarım. Shuning uchun aziz qarindaşlar, o'tda shaq turayotgan qarindaşlar va shundan birga dunyoning boshida turgan qarindaşlar. Bugun Sharq Turkiston musulmonlar peshiga ajoyib bir kulfat xafaliq keldi. Bu xafaliqni bizning vatanimizning ichidagi ağaçlarımız, singillarimiz so'zlamaydi, anlandıramaydi, tushundirilmaydi. Lekin bu ishni biz tushundiramiz aziz qarindaşlarım. Shu yegan tuproqimizning tuzini aqlayli, o'rgangan ilmimizning zakini berayli. Hammamiz qechib ketolmaymizki, Alloh chuqur qiyomat kunsi hisobat beramiz. Bu hisobat bugungi hisobat emas. Hech qaysimiz qechib qutlanmaymiz. Hech qaysimiz qechib qutlanmaymiz aziz qarindaşlarım. Shunga meningga devatgan demoqchi bo'lgan so'zim, gapim shuki, dunyoning har qaysi joylarida chet el tili bilgan qarindaşlarimizning bugun Sharqiy Turkiston xalqining becha kavatgan kulfatlarni har qaysi tillar bilan har qaysi anglatish, xuddi Payg'ambar alayhisolamniki ayinlarda Makka va Toif atroflarida shu Quraysh kofirlariniki o'zini faqat Rabbim Alloh, ya faqat Alloh ibodat qilma degan bir so'zini qilgan vaqtimizda, ya'ni shu ularga shunday bir qarish duch kelgan vaqtimizda mendan sanday yaxshi bo'lsa Abu Quhafa, ya'ni Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu shu darda maydonga chiqqan. U Rabbim Alloh degan ularga bundan so'ng hujum qilamizlar, bundan so'ng zulm qilamizlar deb. Payg'ambar alayhisalom shu davrda faqat o'ziniki haqliq va adolat, haq davosini avvalan Quraysh kofirga da'vatdan boshlagan. Payg'ambarning birinchi risolasi da'vat qarindoshlarım. Shunga Sharq Turkiston xalqi musulmon xalq, kofir xalq emas. Sharq Turkiston xalqini yordam berish, ularga qutqizish har bir musulmonga farz eng qarindoshlarım. Shung bu farz eng bo'lganiga o'xshash bugun Sharq Turkiston xalqininki beshiki vatgan dard alamlarni anglatish, tushuntirish, har qaysi tilni bilgan, aql ushi joyida har qanday musulmonga farz eng bo'ldi qarindoshlarım. Shunga biz avvalan biz o'zimizningki sodiqligimizni yoki kazzobligimizni Payg'ambar alayhisolamniki o'zidan hadis aytgandek zolimlar tik turib haqni so'zla degan so'zga asosan biz tik turib avvalo xalqimizning zulmini dunyoning har qaysi taraflaridagi musulmon bo'lsin va yoki bo'lmaydi musulmon bo'lsa g'ayrilar bo'lsin shularga haqliq davoni biz anglataylik qarindoshlar. Bu anglatish sizning va bizningki ustimizga majburiyatimiz, mas'uliyatimiz va biz boshlatib bo'lolmaydigan qon qarzimiz qarindoshlarım. Men hozir mushtaga qilay. Allah razı olsun. Ben bu ahırlık sözümünü sözleyeyim kardeşler. Ayetle, hadislerini fakatla sizler anlanla Allah mandak dedi, Peygamber mandak dedi deyip koyaşlı bilenler emez. Bunun dinkinki davet, tebliğimiz, dersimiz hemmesi emeli şekilde, emeli meydanlarda, koçkoylarda, meyli avtobuslarda, meyli maşinlarda, meyli havada, meyli denizde her yerde biz hepni sözleşke biz terişimiz inşallah. Ama biz Allah'ın ve'tesimu bihablillahi cemi'a ve la teferraku ayetini ağzımızı dep koyaş bilenler emez. Belki biz medya dünyasında olsun, emeli, meyli ictimai, meyli aile tarafı olsun her yerde bizim davetlerimizni, hak sözlerimizni birbirimizga destek çıkan asasda, birbirimizga rağbet kılgan asasda, birbirimizga yardım etgan asasda bütün dünyaya yayılışkan, bütün musafirlarga, bütün muhacirlarga, bütün Sharq Turkiston xalqininki her yerga keçip çıkan veya hicret çıkan veya bo'lmasa shu yerga yashash uchun yetkazgan bütün qarindoshlarımizga yetkazish majburiyatimiz var qarindoshlar. Hozir bizning keynimiz turgan egiz bino bir Xitoyninki dukkini. Biz shuning oldiga boramiz hozir. Çünkü biz sözümüzü kılıştım burun o yerde turuşunu mümkün bulduk. Hazır berip şu yerde sözümüzdeki ayağını davamlaştırmamız. Çünkü ular bizge hücum kılışı mümkün, gap qilmaslığı mümkün biz bilmeyimiz. Biz farz ayyin bo'lgan mecburiyetimizni ado qilish uchun biz bu ko'chaga chiqdik qarindoshlar. Bu bayroqni qo'limizga oldik. Bu bayroq ayni vaqtida bizningki ota-bobolarimiz Allah'ta bir asmanda bir Tanrıba deb osmonlarga qaragan avlodlarimizningki rengini simbol qilgan bayroq ve ecdodlarimizningki ve buningdagi ay yulduz islomning simboli. Bazı ilimsizler, nadallar bunu bir milliyetçilik taqab bu bayroqni boshqa bir narsaga o'xshida millat bu bayroqda bizning hem milliy hem islomiy bir simvolimiz var. Biz bu bayroqni ado qilish ko'taramiz. Chunki buningda islom yashaydi, buningda millat yashaydi ve şu İslam ümmetinninki bir parçasınınki ruhiyeti bu bayroqda yashaydi. Shuning uchun biz bu bayroqni dunyoning hamma yerda ko'tarishga tirishimiz. İnşallah bir kuni Fransiyaninki merkezi bo'lgan Paris
Eiffel temir munarının yanında götürüşümüz mümkün. Bir günü Belgiyanınki paytaxtı Brüksel'de götürüşümüz mümkün. Bir günü Washington'da götürüşümüz mümkün. Bir günü İstanbul'unki Ahmet Seyit'te, İstanbul'unki Ayasofya'nın aldığı bu bayrağını lebletimiz. Dünyanın hem yerde bu bizden milli ve dini bayrağımız olan bu bayrağımızı lebletip dünyaya ey zalim terörist Xitay zulmünü toxtat. Sen tacavuzçısın. Sen bizdeki vatanimizni işgal qilgan teröristsin. Sen bizni vayron qilgan, bizning aciz-so'nglarimizni dafsan qilgan bir jinoyatchisan deb dunyoning her yerde hayqirimiz, her yerde to'laymiz, her yerde chaqirimiz. Bütün dünyadaki musulmonlarni bu islomiy bayrog'imizni qo'g'dashga chaqiramiz ve bu bizning milliy davoyimizga ittifoqdosh bo'lishga chaqiramiz. Bütün dünyani biz bilan birlashib Xitoy tajovuzchilariga qarshi, Xitoy zolimlariga qarshi, Xitoy diktatorlariga qarshi harakat qilishga chaqiramiz qarindoshlar. Andakin miyada Hüseyincan Qarim shunda bir muhim bir gapni qildi. Men Abdug'ani Sabit bu bir fikrimni o'tirib qo'yay. Sharqiy Turkiston davası millatchilik bir davası emas. Sharqiy Turkiston davasini millatchilik davası deb bunda bir ko'tarib chiqish, buni bazoq selish Sharqiy Turkiston musulmonlarininki Мәңгүлік алда тажауызы Қытайларының қолды қепқасы бұлышқы разы оған бір түркім Қытайның мұнарқыларынки çünkü tep atқан bir oyunu. Çünkü Şərq Türkistan dövləti 100 yani 1000 yıllardan bu yan İslami dövlət və İslamlı şəriyyətin qanun qılgan bir urun. Peyğəmbər Aleyhisselam şununla bir yerde Şərq Türkistan Müslümanlarına çünkü Xitayınki Şərq Maşukəmanı. Şununla bu Şərq Türkistan Müslümanlarınki derdine, Şərq Türkistan Müslümanlarınki meselesine, milletçilik meselesi ya ki de götürüp çıkışın üzü, yani Şərq Türkistan halkınınki bəxt, Şərq Türkistan Müslümanlarınki bəxtlik, hürlük ve xoşal haram içinde yaşaşqa razı olmaydıgan adamı tarafından götürüp çıkan bir narsa. Biz Ata-boğumuz Sultan Sadık Buraxan'dan tartib, ahırqı devlet, mesela Yakup Bey Gazi olsun, ya ki olmaydı en ahırqı mesela bizim ikinci kadın Cumhuriyet olsun ya ki onun denki mesela Fethedin Məxsum ve Abdülaziz Məxsumlarınki 1900 yani şu 1960 yıllarda təcavüzçü Xitaylara karşı özünün kanları bilen Şərq Türkistan Müslümanları müdafiə qılgan. Şunun gibi ya da bugün günde atomuzun gibi var öpüp ne junduman yaydı ne kılarıydı dep mesela bugün hayatıda Müslümanların izni sıkanmagan Endülüs doğulluk bakıravatkan, cakıravatkan Carsayvatkan qarindoshlarimiz Andalus'tan Müslümanın iznasını tapanmaysız. Ama bugün Şərqi Türkistan'da qarindoshim neçə milyon Müslüman təcavüzsüz zalim Xitayning zulması turib etibdi. Şuna aziz qarindoshlarım, bu Şərqi Türkistan meselesi milletçilik meselesi emas. Milletçilik meselesiyle bu İslami meseleni avval yaxşı bir ayırıb qalan. Şununla bir yerde bu bayrağını götürüyorsunuz, siz millet çok kaldınız, ya ki oğup kaldınız, boğup kaldınız demez. Biz İslam fikrisine ait yakşı öğrengen bir insanlar. Bizim halkımız kafir emas, bizim halkımız Müslüman halk. Şunu biz evvela özümüzdeki ide ve gayemiz bir yere ayrıp oturup, Şərq Türkistan Müslümanlarına bəxt saadet için, halkımızın paravallık için, kolumuzdan kirişçe, her kandak Şərq Türkistan halkınınki bəxt saadeti ve Şərq Türkistan halkınınki kilerçik için, Müslümanlarınki bəxt saadet için tırcaq gösterken qarindoshimizdan qo'limizdan kelishcha xalqimiz bəxt için tirishishga, harakat qilishga atlanganmiz qarindoshlarım. Allah razı olsun. Biz hozir sözümüzün tugitimiz qarindoshlar, keynimizdeki Amsterdamning shahrininki o'ttirisidagi maydonninki yiniga ochgan bir Xitoyninki dukkini biz bu yerda o'zimizningki Xitoy tajovuzchilariga qarshi namoyishimizni bildirish uchun ikkalan hech qanday bir soqchidan yoki bir organdan izin olmay keldik. Bu yerda o'zimizningki ko'nglimizdagi so'zlarni qildik ve mening shaxsan biz da'vat tabliğ hizmetimdeki Allah ve Allah'ın Resulü'nün sözlerini qarindoshlar qilgan bo'ldik. Allah hammangizdan razı olsun. Bundan keyin davomli davetimiz, va'zimiz, bir chaqiriqimiz, bizning bu mücadelemiz Xitoyga qarshi bizning harakatimiz davomlashadi inshaalloh dunyoning har qaysi joylarida. Belki biz o Farisga, Washingtonga, Adelaide'ga, undan boshqa dunyoning markazlariga borolmasakmi, shu yerdan bizga o'xshash qarindoshlarningki
chiqadiganligiga ishonamiz qarindoshlar. Bu yerda biz o'zimizni qahramon ko'rsatish uchun yoki biz o'zimizni xalqimizni ko'rsatib qo'yaylik deb chiqmadik. Faqat qarindoshlarga bir iroda, bir jasorat, birlikda rag'bat bo'lish uchun bu yerga chiqdik aziz do'stlarim. Qarindoshlarga rag'bat berish uchun Xitoy uncha qo'rqib ketadigan narsa emas. Biz avval o'zimizni musulmonlik da'vosi qilishdan burun avval qanday qilishimiz kerak? Qalbimizdagi Uyg'urlarning har birininki qalbiga kirib olgan Uyg'ur saqchisini ma'nosi. Uyg'ur saqchisini o'ldirishimiz kerak qarindoshlar. Uyg'urlarning har birininki qalbiga birdan Uyg'ur saqchisi kirib oldi. Akşam yatadigan vaqtida, edigini qo'yadigan vaqtida bu saqchi uni kontrol qiladi. Gap qilma, so'zlama, Xitoy dema, hatto og'izga Xitoy degan kalima kelmayotgan olimlarimiz bor. Og'izga Xitoy deyishni xohlamayotgan taliblarimiz bor. Og'izga Xitoy deyishni xohlamayotgan ziyolilarimiz bor. Xitoy deb hayqirishni, chaqirishni, uningdan qo'rqayotgan, ensirayotgan bizning xalqimiz bor. Buningdan qo'rqib turib, Allohdan qo'rqayman deyish, Xitoydan qo'rqib turib, Allohdan qo'rqayman deb Allohga yolg'onchi bir iymonni da'vo qilish, bu bizga shirik bo'ladi qarindoshlar. Bu bizga yaxshilik etganmaydi. Ya qalbimizda Allohdan qo'rqish bo'ladi, ya Xitoydan qo'rqish bo'ladi. Ikkining birini tanlaymiz. Ya Xitoydan qo'rqaymiz, ya Allohdan qo'rqaymiz qarindoshlar. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Kufr bilan iymon hargiz beqalb tutilmaydi. Ya'ni musulmonning iymoni kufrning iymoni beqalb tutilmaydi qarindoshlar. Ya Xitoydan qo'rqsa kafir bo'lsa, ya qo'ymaydi musulmon xalqi uchun jonini fido qilsa, harakat ko'rsatsa. Kirpaqamlik maqtaydi qilga. Alloh rozi bo'lsin aziz do'stlar. Mishada oyoqlashtirdi. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Bugungi namoyishimiz, bugungi qarshilik harakatimiz mishada oyoqlashdi. Alloh xolisi yana davomli biz bu hareketlerimizni, bu vazimizni, bu tebliğimizni emeli meydanlarda, emeli yerlerde Allah'ın ayetlerini dünya kafir davatkan, dünya Hristiyan davatkan, Yahudi devleti davatkan devletlerinin oturusundaki meydanlarda Allah'ın sözlerini, Peygamberinin sözlerini yetkiziş arkalık bizden Xitoy zalimleri karşı hareketimizdeki emeli ifadelerini biz bundak meydanlarda gösteririz inşallah. Allah hemmamda razı olsun. İnşallah yeni bir katılımlık programımızda görüşeceğiz. Aman bulunlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.